Agar sizda bank kartasi, telefon raqami, Telegram account, plastik karta orqali to'lovlar yoki internet banking bo'lsa, bu video sizga bevosita tegishli. Men bugun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Firibgarlar odamlarning pulini endi eski usulda emas, ancha tez, ancha ishonarli va ancha xavfli yo'llar bilan olib qo'ymoqda. Bu faqat katta pul egalariga emas, oddiy oylik oladigan, pensiya oladigan talaba, tadbirkor, uy bekasi, haydovchi, hatto telefondan faqat qo'ng'iroq uchun foydalanadigan odamlarga ham tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga nima o'zgarganini, kimlar xavf ostida ekanini, qaysi vaziyatlarda aldanmaslik kerakligini va pulingizni himoya qilish uchun hozirning o'zida nima qilish kerakligini aniq qilib aytaman. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p odam pulidan ayrilmaydi. Oldin firibgarlik ko'proq sodda ko'rinishda bo'lardi. Masalan, kimdir bozorda soxta mahsulot sotardi, kimdir qarz olib qaytarmasdi. Kimdir telefon qilib, siz yutuq yutdingiz deb aldardi. Odamlar ham bunday gaplarga asta-sekin o'rganib qolgan edi. Yutuq chiqdi, pul o'tkazing, kod ayting degan gaplarni eshitgan ko'pchilik shubhalanardi. Lekin hozir vaziyat keskin o'zgardi. Firibgarlar endi oddiy gap bilan emas, psixologiya, texnologiya va odamlarning shoshqaloqligidan foydalanib ishlayapti. Ular bank xodimi bo'lib qo'ng'iroq qiladi. Soliq yoki davlat idorasi nomidan yozadi. Tanishingizning akkauntini buzib, o'sha odam nomidan qarz so'raydi. Yetkazib berish xizmati, ish taklifi, kredit tasdiqlanishi, jarima, bonus, aksiya, investitsiya yoki arzon mahsulot bahonasida sizni tuzoqqa tushiradi. Eng xavflisi shundaki, ular odamni o'ylashga qo'ymaydi. Hozir aytmasangiz karta bloklanadi. Hozir tasdiqlamasangiz pulingiz yechiladi. Hozir to'lamasangiz jarima oshadi. Hozir kirib tekshirmasangiz akkantingiz yopiladi degan bosim ishlatiladi. Men mutaxassis sifatida shuni aniq aytaman. Firibgarlikning asosiy guruhi texnika emas. Odamning qo'rquv va shoshilishi. Firibgar sizni qo'rqitadi, shoshiradi, keyin xato qildirtiradi. Masalan, avval odamdan karta raqamini so'rashardi. Hozir esa ko'p odam karta raqamini aytish xavfli ekanini biladi. Shuning uchun firibgarlar endi SMS kod, tasdiqlash kodi, ilovaga kirish kodi, Telegramdagi kod, telefoningizga kelgan havola, ekran yozuvi, masofadan boshqarish dasturi kabi narsalardan foydalanadi. Siz ularga bitta kodni aytsangiz, ular bir necha daqiqa ichida pulingizni boshqa hisobga o'tkazib yuborishi mumkin. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa bank, davlat idorasi, soliq xizmati. Operator yoki to'lov tizimi xodimi sizdan hech qachon SMS kodni, parolni, PIN kodni, karta orqasidagi CVC kodni yoki ilovaga kirish kodini so'ramaydi. Agar kimdir telefon qilib, "Men bankdanman, kodni ayting" desa, u odamning ovozi qanchalik ishonchli bo'lmasin, raqami qanchalik rasmiyga o'xshamasin, bu xavfli holat. Ikkinchi narsa, firibgarlar ko'pincha siz haqingizda ayrim ma'lumotlarni oldindan biladi. Masalan, ismingizni, qaysi bank kartangiz borligini, qaysi hududda yashashingizni, yaqinda internetdan nimadir buyurtma qilganingizni yoki ijtimoiy tarmoqdagi tanishlaringizni bilishi mumkin. Ko'pchilik mana shu joyda aldanadi. Agar u firibgar bo'lsa, mening ismimni qayerdan biladi deb o'ylaydi. Hozir ma'lumotlar turli joylardan chiqib ketishi, eski bazalardan tarqalishi, ochiq profil va e'lonlardan olinishi mumkin. Ismingizni bilishi u odam rasmiy xodim degani emas. Uchinchi narsa, firibgarlar odamlarni alohida guruhlarga bo'lib nishonga oladi. Pensionerlarga pensiya qayta hisoblanadi. Kompensatsiya chiqdi. Tibbiy yordam puli beriladi deb qo'ng'iroq qilishadi. Tadbirkorlarga soliq tekshiruvi, qarzdorlik hisob bloklanadi deb yozishadi. Talabalarga grant, ish, stipendiya, onlayn daromad va'da qilishadi. Onlayn savdo qiladiganlarga oldindan to'lov qilaman, mana havolaga kiring deyishadi. Uy ijaraga qo'yganlarga yoki mashina sotayotganlarga men olaman, zakalat yuboraman, kartangizni tasdiqlang deb murojaat qilishadi. To'rtinchi narsa, xavf faqat katta summada emas. Ko'pchilik mening kartamda ko'p pul yo'q, menga tegishmaydi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Firibgarlar 7 ming so'm, 100 ming so'm, 500 ming so'm, 2 million so'm kabi summalarni ham olib ketadi. Bundan tashqari, ular sizning kartangizdan kredit olishga, bo'lib to'lash xizmatlarini ochishga, tanishlaringizdan sizning nomingizdan qarz so'rashga, akkantingiz orqali boshqa odamlarga havola yuborishga urinishi mumkin. Ya'ni sizda hozir pul bo'lmasa ham sizning nomingiz va akkantingiz ularga kerak bo'lishi mumkin. Birinchi misol aytaylik.
Bir ayolga telefon qilishadi va kartangizdan 3 million so'm yechilmoqchi. Operatsiyani to'xtatish uchun hozir SMS kodini ayting deyishadi. Ayol qo'rqadi, chunki uning kartasida haqiqatan ham oylik puli bor. U kodni aytadi. Aslida esa hech qanday pul yechilmayotgan bo'ladi. Firibgar ilova kirish uchun kod so'rayotgan bo'ladi. Kod aytilgandan keyin 2-3 daqiqa ichida kartadagi 4 million so'm boshqa hamyonga o'tkaziladi. Keyin pulni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Chunki operatsiya ko'pincha bir nechta hisob orqali tezda tarqatiladi. Ikkinchi misol, bir yigit internetda telefon sotmoqchi bo'ladi. Xaridor yozadi, men boshqa shahardaman. Dostavka orqali olaman, pulni karta orqali yuboraman. Mana xizmat havolasi, kartangizni kiriting, pul tushadi. Yigit havolaga kiradi. Sahifa haqiqiy yetkazib berish xizmatiga o'xshaydi. U karta raqamini, amal qilish muddatini, CVC kodini va SMS kodini kiritadi. Natijada pul tushmaydi. Aksincha kartadan 1 million 800 ming so'm yechiladi. Bu yerda tuzoq shundaki haqiqiy xizmatlarda pul olish uchun odatda CVC kod yoki SMS kod kiritish talab qilinmaydi. Agar siz pul oladigan bo'lsangiz, sizdan kartani to'liq tasdiqlashni so'rashsa, darhol to'xtash kerak. Uchinchi misol, Telegramda tanishingizdan xabar keladi. Iltimos, zudlik bilan 700 ming so'm kerak. Kechgacha qaytaraman. Profil rasmiy, ismi, yozish uslubi ham o'xshash. Siz ishonib pul yuborasiz. Keyin bilasizki, tanishingizning akkaunti buzilgan. Firibgar uning kontaktlaridagi 200-300 odamga bir xil xabar yuborgan. Agar 10 kishi ishonsa ham, u bir necha million so'm yig'ib oladi. Shuning uchun tanish odam nomidan pul so'ralsa ham, albatta telefon qilib ovozini eshiting yoki boshqa kanal orqali tekshiring. 4-misol, kuniga 300 ming so'm daromad. Uyda o'tirib pul ishlang. Oddiy topshiriq bajarasiz. Pul olasiz degan e'lonlar. Avval sizga kichik pul to'lashlari ham mumkin. Masalan, 2 ming yoki 2 ming so'm. Bu ishonch uyg'otish uchun qilinadi. Keyin daromadni ko'paytirish uchun 500 ming so'm depozit qiling. VIP tarifga o'ting. Buyurtmani yakunlash uchun yana pul kiriting deyishadi. Odam pul oldim-ku demak rost deb o'ylaydi. Natijada 500 ming, 2 million, ba'zan 10 million so'mgacha yo'qotadi. Men bu yerda alohida ta'kidlayman. Faqat texnologiyadan yaxshi tushunmaydigan odamlar aldanadi degan fikr noto'g'ri. Bank ilovasidan foydalanadigan, internetda xarid qiladigan, kriptovalyuta yoki investitsiyaga qiziqadigan, e'lon saytlarida savdo qiladigan, ijtimoiy tarmoqlarda faol odamlarning hammasi xavf ostida. Ayniqsa shoshqaloq odamlar ko'proq aldanadi. Masalan, ishda band bo'lib turganingizda qo'ng'iroq bo'lsa, bolangiz yig'layotgan paytda SMS kelsa, mashina haydab ketayotganingizda hisobingiz bloklanadi desa, siz tekshirishga vaqt ajratmasligingiz mumkin. Firibgarlar aynan shu holatni kutadi. Ular odam charchagan, asabiy, qo'rqqan yoki umidlangan paytda hujum qiladi. Kredit olmoqchi bo'lganlar ham ehtiyot bo'lishi kerak. Kreditingiz tasdiqlandi. Sug'urta uchun oldindan 300 ming so'm to'lang. Komissiya to'lovi kerak. Reytingingizni ko'tarib beramiz degan gaplar ko'p uchraydi. Rasmiy bank kredit berishdan oldin shubhali shaxsiy kartaga pul o'tkazishni talab qilmaydi. Har qanday to'lov bankning rasmiy ilovasi, kassasi yoki shartnomasi orqali bo'lishi kerak. Kimlar xavfdan nisbatan himoyalangan? Men buni ham aniq aytaman. Har bir qo'ng'iroqni tekshiradigan, SMS kodni hech kimga aytmaydigan, havolaga bosishdan oldin manzilni ko'radigan, bank ilovasiga faqat o'zi kiradigan, har bir pul so'rash holatini telefon orqali tasdiqlaydigan odamlar kamroq xavf ostida. Lekin bu umuman xavf yo'q degani emas. Hatto tajribali odam ham bir marta chalg'ishi mumkin. Shuning uchun himoya odatga aylanishi kerak. Xuddi eshikni qulflash odat bo'lgani kabi, kodni aytmaslik, havolani tekshirish, shubhali qo'ng'iroqni uzish ham odat bo'lishi kerak. Men har doim shuni maslahat beraman. Pul, karta, parol yoki kod haqida gap ketgan joyda shoshilish mumkin emas. Eng muhim qoida shu. Endi juda muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Ba'zi odamlar menga rasmiy raqamdan qo'ng'iroq qilishdi dedi. Bugun texnik usullar orqali raqamni rasmiyga o'xshatib ko'rsatish holatlari ham uchraydi. Shuning uchun faqat ekranda chiqqan raqamga ishonish yetarli emas. Agar bankdanman deysa, suhbatni tugating va kartangiz orqasidagi yoki bankning rasmiy saytida ko'rsatilgan raqamga o'zingiz qayta qo'ng'iroq qiling. Yana bir nozik joy. Ba'zan haqiqiy bank xodimi sizga tasdiqlash uchun ayrim savollar berishi mumkin. Masalan, pasport ma'lumotining oxirgi raqamlari
tug'ilgan sana yoki oxirgi operatsiya haqida. Lekin haqiqiy xodim SMS kodni, PIN kodni, CVC kodni, ilova parolini so'ramaydi. Farqni mana shu joydan biling. Yana bir xavfli holat masofadan yordam dasturlari. Kimdir sizga telefoningizga iDesk, TeamViewer yoki shunga o'xshash dastur o'rnating, men so'zlab beraman desa. Juda ehtiyot bo'ling. Bunday dasturlar orqali boshqa odam telefoningiz ekranini ko'rishi, bosishingizni kuzatishi ayrim holatlarda boshqarishi mumkin. Agar siz shu paytda bank ilovasiga kirsangiz, u barcha ma'lumotlarni ko'rishi mumkin. Oddiy foydalanuvchi uchun bunday dasturni begona odam aytgani bilan o'rnatish juda katta xato. Yana bir nuansa. Men pul yuboraman, sizga faqat kod keladi, ayting degan gap. Pul olish uchun sizga kelgan SMS kodni boshqa odamga aytish kerak bo'lmaydi. Kod odatda kirish, tasdiqlash yoki to'lovni amalga oshirish uchun keladi. Agar kod matnini diqqat bilan o'qisangiz, ko'pincha u yerda nima uchun kelgani yozilgan bo'ladi. Lekin odamlar kod matnini o'qimaydi, faqat raqamni aytadi. Men doim aytaman, SMS kelganda raqamni emas, matnni o'qing. U yerda to'lovni tasdiqlash, kirishni tasdiqlash, parolni tiklash kabi so'zlar bo'lsa, demak bu kodni aytish mumkin emas. Yana bir tuzoq, soxta saytlar. Ular haqiqiy saytga juda o'xshaydi. Logotip, rang, tugmalar hammasi tanish ko'rinadi. Farq manzilda bo'ladi. Masalan, bitta harf o'zgargan, ortiqcha belgi qo'shilgan, domen boshqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Telefon ekranida bu farqni ko'rish qiyin. Shuning uchun to'lov karta, bank yoki shaxsiy ma'lumot kiritiladigan sahifaga havola orqali emas, rasmiy ilova yoki o'zingiz bilgan rasmiy sayt orqali kirgan ma'qul. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, hozirning o'zida bank kartalaringizdagi SMS xabar yoki push xabarnomalar yo'qolganda tekshiring. Har bir operatsiyadan xabar kelishi kerak. Agar kartadan pul yechilsa va siz darhol bilsangiz, bankka tezroq murojaat qilish imkoniyatingiz bo'ladi. Ikkinchi qadam. Bank ilovangizga murakkab parol qo'ying va imkon bo'lsa biometrik himoyani yo'qing. Tug'ilgan sana 1121, 1234, telefon raqamining oxiri kabi parollarni ishlatmang. Telefoningizning ekran blokirovkasi ham kuchli bo'lishi kerak. Agar telefoningiz yo'qolsa, karta va ilovalaringiz ham xavf ostida qoladi. Uchinchi qadam, kartangiz uchun internet to'lov limitlarini tekshiring. Agar siz kartadan internetda ko'p foydalanmasangiz, limitni kamaytirib qo'ying. Masalan, kundalik ehtiyoj uchun 200 ming yoki 500 ming so'mlik limit yetarli bo'lsa, 1 million so'mlik ochiq limit qoldirish shart emas. Katta to'lov kerak bo'lsa, limitni vaqtincha oshirib, keyin yana kamaytirish mumkin. To'rtinchi qadam, alohida xarid kartasi ishlating. Asosiy oylik yoki jamg'arma kartangizni hamma joyga ulab qo'ymang. Internet xaridlar, obunalar, yetkazib berish xizmatlari uchun ichida kamroq pul turadigan alohida karta bo'lsa, xavf kamayadi. Masalan, asosiy kartada 5 million so'm bo'lsa, internet xarid kartasida faqat kerakli 100-200 ming so'm qoldiring. 5-qadam, Telegram, Instagram, Facebook va boshqa akkauntlarda 2 bosqichli himoyani yo'qing. Bu juda muhim. Faqat SMS orqali kirish yetarli emas. Qo'shimcha parol bo'lsa, akkauntingizni buzish ancha qiyinlashadi. Telegramda sozlamalarga kirib, maxfiylik va xavfsizlik bo'limidan 2 bosqichli tasdiqlashni yoqish mumkin. Parolni eslab qoladigan, lekin boshqalarga topish qiyin bo'lgan qilib tanlang. 6-qadam, yaqinlaringiz bilan tekshirish qoidasini kelishib oling. Masalan, oilada shunday qoida bo'lsa, kimdir Telegram orqali pul so'rasa, albatta telefon qilib tasdiqlanadi. Agar telefon ko'tarmasa, pul yuborilmaydi. Bu qoida juda oddiy, lekin ko'p pulni saqlab qoladi. 7-qadam, shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni cho'zib o'tirmang. Men hozir o'zim bankka qo'ng'iroq qilaman deb qo'ying va uzing. Firibgar sizni gap bilan ushlab turishga harakat qiladi. Uzmang, aks holda pulingiz ketadi desa, bu yana bir belgi. Haqiqiy bank sizni qo'rqitib, kod ayttirishga majburlamaydi. 8-qadam, agar kodni aytib yuborgan bo'lsangiz yoki shubhali havolaga ma'lumot kiritgan bo'lsangiz, kutib turmang. Darhol bankka qo'ng'iroq qiling, kartani blok qildiring. Ilova parolini o'zgartiring. Akkauntlardan chiqish funksiyasini ishlating. Telegramda faol seanslarni tekshirib, begona qurilmalarni chiqarib tashlang. Keyin bankdan operatsiyalar bo'yicha ma'lumot oling. 9-qadam. Agar pul yechilib ketgan bo'lsa, bankka yozma murojaat qiling va ichki ishlar organlariga ariza bering. Arizada vaqt, summa, karta raqami, qo'ng'iroq qilgan raqam
yozishmalar, havola, chek skrinshotlar, SMS matlari, pul o'tkazilgan hisob haqida mavjud ma'lumotlarni ko'rsating. Baribir foydasi yo'q deb o'ylab ariza bermaslik xato. Ariza tergov uchun, bankdagi tekshiruv uchun va keyingi jarayonlar uchun kerak bo'ladi. 10-qadam. Dalillarni o'chirmang. Ko'pchilik uyalgani uchun yozishmalarni, qo'ng'iroq tarixini, SMSlarni o'chiradi. Bunday qilmang. Skrinshot qiling, raqamlarni yozib oling, vaqtni belgilang. Hatto havola ishlamay qolgan bo'lsa ham uning matni va manzili kerak bo'lishi mumkin. Men buni alohida ro'yxatdagi emas, qat'iy qoida sifatida aytaman. Hech qachon SMS kodini aytmang. Hech qachon karta orqasidagi 3 xonali kodni yubormang. Hech qachon begona odam aytgan dastur orqali telefoningizni boshqarishga ruxsat bermang. Hech qachon shubhali havolaga karta ma'lumotlarini kiritmang. Hech qachon oldindan komissiya to'lang. Keyin katta pul olasiz degan va'daga ishonmang. Hech qachon tanishingiz yozgan bo'lsa ham ovozini eshitmasdan katta pul yubormang. Yana bir muhim narsa, uyalmang. Firibgarlikka uchragan odamlarning ko'pi men qanday qilib aldandim deb o'zini ayblaydi va indamaydi. Aslida firibgarlar aynan shuni xohlaydi. Odamlar indamasa, ular davom etadi. Siz bunday indamasga tutsangiz, tezkor harakat qiling, yaqinlaringizga ayting, bankka murojaat qiling, ariza bering. Bu zaiflik emas, bu to'g'ri harakat. Agar oilangizda katta yoshli ota-onangiz, buyingiz, bobongiz bo'lsa, ularga buni oddiy tilda tushuntiring. Bankdan kod so'rashmaydi. Pul so'ralsa telefon qilamiz. Havolaga karta kiritmaymiz degan 3 ta qoidani qog'ozga yozib, ko'rinadigan joyga qo'yish ham foydali. Katta yoshdagi odamlar ba'zan texnik atamalarni tushunmasligi mumkin, lekin oddiy qoida bilan himoyalanishi mumkin. Ish joyida ham xodimlarga tushuntirish kerak. Chunki kompaniya hisoblari, korporativ kartalar, ishchi telegram guruhlari, elektron pochta orqali keladigan soxta xatlar ham xavf tug'diradi. Rahbar aytdi, tez pul o'tkazing degan soxta xatlar ham bo'ladi. Shuning uchun har qanday moliyaviy topshiriq ikkinchi kanal orqali tasdiqlanishi kerak. Masalan, xat kelsa, telefon orqali tasdiqlang. Telegramda yozilsa, rasmiy ishki tartib bilan tekshiring. Bugun men aytgan gaplarning asosiy ma'nosi bitta. Pulingizni o'g'irlash uchun firibgar sizning kartangizni qo'lga olishi shart emas. Ko'pincha sizdan bitta kod, bitta bosish, bitta shoshqaloq qaror yetarli bo'ladi. Oldin firibgarlik sodda ko'rinardi. Hozir esa u bank, davlat idorasi, do'st, xaridor, ish beruvchi yoki yetkazib berish xizmati ko'rinishida kelishi mumkin. Shuning uchun har bir qo'ng'iroqni tekshiring. Kodlarni hech kimga aytmang, havolalarga ehtiyot bo'ling. Akkauntlaringizni himoyalang va yaqinlaringizga ham bu qoidalarni tushuntiring. Bu ma'lumotni bilgan odam faqat o'zini emas, oilasini, ota-onasini, do'stlarini ham himoya qiladi. Izohlarda yozing, siz yoki tanishlaringiz shunday firibgarlik holatiga duch kelganmisiz? Qanday usul bilan aldashga urinishgan? Tajribangiz boshqalarga ogohlantirish bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni albatta yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida ko'rilgan video kimningdir pulini, asabini va xavfsizligini saqlab qolishi mumkin.